Hammaga salom. Bu haftalik daqiqa. Paxta hosilini yig'ishtirib olishda innovatsion yondashuvlar. Buxoroda o'tkazilgan amaliy seminarda universitetimiz vakillari ham amaliy va nazariy bilimlarni ulashdi. Mazkur seminarda Toshkent davlat agrar universiteti rektori Narzullo Ablomurodov boshchiligidagi tajribali professor o'qituvchilarimiz O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi vakillari va tegishli mutasaddilar ishtirok etishdi. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi uchun eng mas'uliyatli davrlardan biri paxta yig'im-terim mavsumi avj pallaga chiqqan bir paytda Buxoro viloyatida yirik amaliy seminar tashkil etildi. Tadbirda Toshkent davlat agrar universiteti rektori Narzullo Ablomurodov boshchiligida tajribali professor o'qituvchilarimiz ishtirok etib, mexanizatorlar, operatorlar, fermerlar, klaster vakillari va homiylik mutasaddilari nazariy bilim hamda amaliy ko'nikmalar ulashishdi. 2 kun davom etgan nazariy mashg'ulotlarda 100 nafarga yaqin mexanizatorlar, operator va homiylik vakillari qatnashdi. 3-chi kun esa dala sharoitida 300 nafardan ortiq fermer va mutaxassislar uchun amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Amaliyot jarayonida xorijiy ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy paxta terish mashinalari namoyish etildi. Toshkent davlat agrar universitetiga Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi janob Yujun boshchiligidagi yuksak martabali delegatsiya tashrif buyurdi. Mazkur tashrif doirasida janob Yujunga elchixona vakili Masiyao hamroh bo'ldi. Delegatsiya tarkibida shuningdek Xiao Han, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Tashqi xavfsizlik masalalari departamenti bosh direktori, Ji Wenkui, Shensi Tashqi ishlar idorasi direktori o'rinbosari, Yang Xiaolin, Anhui Tashqi ishlar boshqarmasi direktori o'rinbosari, Huang Bin, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Tashqi xavfsizlik masalalari departamenti bo'lim direktori, Qin Yiran, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Tashqi xavfsizlik masalalari departamenti bo'lim direktori o'rinbosari, Wang Qiaoli, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Tashqi xavfsizlik masalalari departamenti 2-kotibi, Yu Qinwei, Toshkent filiali kotibi ishtirok etdi. Toshkent davlat agrar universiteti talabalari uchun O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonovning Xalq so'zi gazetasidagi ilmiy yangilik va innovatsiyalar qishloq xo'jaligini taraqqiy ettirish, hosildorlikni ko'tarish va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi maqolasi motivatsiya manbai bo'ldi. Toshkent davlat agrar universitetida oliygoh rahbariyati Vengriya Milliy assambleyasi raisining o'rinbosari janob Ishtvan Yaka bilan uchrashuv o'tkazdi. Mehmonga O'zbekiston Respublikasidagi Vengriya favqulodda va muxtor elchisi Yojef Roja hamkorlik qildi. Tashrif doirasida yuksak martabali mehmon universitet professor o'qituvchilari, doktorantlari va magistrantlari uchun mahorat darsi o'tkazdi. Toshkent davlat agrar universiteti rektori Narzullo Ablomurodov boshchiligidagi delegatsiya Vengriyaga tashrif doirasida mamlakatning yetakchi oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonasida bo'ldi. Delegatsiya korxonaning zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlari, makaron, un mahsulotlari tayyorlash jarayonlarida, shuningdek, ilg'or texnologik uskunalari bilan yaqindan tanishdi. Mazkur tashrif natijasida ta'lim jarayoniga zamonaviy ishlab chiqarish tajribalarini tatbiq etish, talabalarga amaliyot o'tash imkoniyatlarini kengaytirish hamda ilmiy tadqiqotlarda sanoat bilan bevosita integratsiyani kuchaytirish imkoniyatlari muhokama qilindi. Universitetimizda o'tgan bir hafta ana shunday yakunlandi. Voqealar rivojidan doimiy xabardor bo'lish uchun universitetning rasmiy sahifalariga obuna bo'ling.